Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 21-aprel haftaning dushanba kuni biz hozir Qo'qon shahrida joylashgan Stoyanka bozoridan ko'rsatyapmiz. Joydan eslab qolasizlar. Mana bunaqangi naves qilib qo'yishibdi, o'zgarishlar bo'lib. Xo'p, bular nech puldan aka? Bular 28 mingdan kelishtirib beramiz. Mana 28 ming so'mdan ekan kelishtirib berishar ekan. Donaga sotasizmi? Donaga nech puldan shu? Donaga 30 mingdan. Donaga 30 ming so'mdan ekan, pachkaga 28 ming so'm ekan. Necha yoshga tushadi? Bu tomonida mana shimchasi ekan. 4 yosh, 5 yosh. 4 yosh, 5 yosh ekan. Materiali nima buni? Leon material ekan, ha? Xo'p, endi rasvetkalari sariq, yashil, xo'p, oranjevga tortib ketadigan pushti, yana qanaqa? Malina, xo'p. Donaga, pachkaga sotaverasiz. Buningiz nech puldan endi aka? Bularni 40 ming qilib beramiz. Bularni 40 ming so'm qilib berishyapti ekan. Buni ham u tarafida, shimchasi u tomonida 8 yosh, 9 yosh razmer. 8 yosh, 9 yosh razmer. Materiali nima buni? Materialiga tushunurmiz. Faqat sotishni bilasiz xolos. Yaxshi. Chiqib o'zi uyingizdagilar chiqaradimi? Ha, bo'ldi. Faqat siz sotuvchisiz xolos. Shunchadan sotgin degan bo'ldi, ma'qul. Olib sotar, bas qil. Nomeringiz nechi? 91lik 141 91lik 141 269. 69. Pastiyani joyi shu, ha? Bu akani joyini eslab qolamiz. Bu tarafdan kirganimizda Darvozani yonida. darvozaga yaqinroq ekan. Mana bu tomondan ichkari kirib ketsa ham bo'ladi. Xullas shunaqa narsalar. Bu yerda kamzirchalar ham sotishar ekan, ha? Kamzirchalar nech puldan? Kamzirchalar 20 mingdan aka. 20 ming so'mdan pachkaga ham donagami? Pachkaga. Pachkaga ekan. Donaga nech pul? Kelari bor. Donaga 25 ming. Donaga 25 ming so'mdan ekan. Yaxshi.